Qonoqlari qo'sh ko'rsanglar, o'ta yaxshi o'yin bo'ldi. Bu yerda do'stlik jangdi yigitlar. Bu yerda biz bir-birimiz bilan tanishdik, bir-birimiz bilan o'ynadik. Bu o'yin yigitlar. Bu o'yin. Sport bu birimlikning simvoli. Elni biriktire turgan bu bir gana sport bo'ladi. Bu yerda sizlar sportdan gana taymashinlar kerak. Yigitlar, yaxshi narsa uchun taymash kerak. Hozir menaka mehmonlar keldi. Mehmonday uzatish kerak. To'xtab turinglar. Qo'ya turinglar to'xta. O'yin ekan, biroy jengat, biroy jengiladi. Top to'g'liq deb shuncha aytadi yigitlar. Bugun yigitlar bayram, bugun shon. Ular yigitlar, Qirg'iz Respublikasining 30 yillik egemenlik bayramına bunaka yaxshi ishora bo'ldi. Birinchi jol ishora bo'lib o'tadi. Yaxshi o'yin ko'rgazib berdingiz yigitlar. Xudo xolasa bunday o'yinlarni ko'paytiramiz. Buyursa dağı oldida ko'ptagan o'yinlar bor. Qirg'iz Respublikasi, Botken oblasi, Qalamja rayoni ko'tarma ayol hukumati diplom bilan Qirg'iz Respublikasining egemenligining 30 yillik ma'rakasiga qarata o'tkazilib жатқан ko'tarma ayol hukumatining futbol bo'yicha turnirining 3-o'rin bilan Langar ayol saylanadi. Qancha men? Azamat. To'xtaysiz. 1000 so'm ақша. Ming so'm priz. Silayuz. Azamat. Hurmatlayuz. O'ta yaxshi o'yin ko'rsatgan aka. Bu yerda shundayla diplom bilan birinchi o'rin G'ayrat ayoli. 4000 so'm vaqtlasizlar. Azamat yigitlar. Qutlu olsun. Olib barchaga ham rahmat. Buna shunday o'yinlar buyursa bo'lib turadi. Bu yerda do'stlik jengish kerak. Do'stlik bu yerda birinchi o'rinda bo'lish kerak. Qasdiq emas. Yaxshilik qilib oldiga chiqish kerak. Azamat, rahmat. Shu ala, вообще bir shotka.